Xayrsiz bayram. Tezroq sohilga borgim kelyapti. Alhamdulillah. Qumdan katta qasr qurmoqchiman. Yana maza qilib cho'milaman. Men esa to'yib muzqaymoq yeyman. Voy, muzqaymoq. Va alaykum assalom. Eshitaman janob. Hozirmi? Lekin endi bolalarimni xo'p bo'ladi, albatta, tezda yetib boraman. Juda ham afsusdaman. Meni hozir shoshilinch ishga chaqirib qolishdi. Sohilga kelasi safar borsak bo'ladimi? Oyijon, sohilga borgim kelyapti. Bizlar bayram qilamiz albat. Lekin bu yerda sohil yo'q, oyi. Axir biz uyda ham ajoyib bayram uyushtirishimiz mumkin. Shuni bilasizlarmi? Rostdanmi, oyijon? Ha, hozir ko'rasiz. Mana. Voy, qoyil. Lekin oyijon, men kattagan qasr qurmoqchi edim. Lekin bizni kattakon qasrimiz bor. Salom. Men ona qirolichaman. Qasrimizga xush kelibsizlar. Meni navbatim. Men dovyurak jangchiman. Oliy janob Umar dunyodagi hammani himoya qiladi. Mana shunaqa. Voy, endi menga qaranglar. Baribir sohilga borgim kelyapti. Cho'milgim kelyapti. Hoy, Xona, bunga bir qara. To'lqinlar. Qoyil, cho'milsam bo'ladimi? Ha, albatta. Yashasin! Nima bo'ldi, Xona? Cho'milgani borgim kelyapti. Rosta kamiga sussam deyman. Xona, hozir cho'milgani bora olmaysan. Kelinglar birgalashib duo qilamiz. Atrofga qarab, nimalarga shukr qilishingni ayt. O'yinchoqlarim uchunmi? Alhamdulillah. Bizni o'yinchoqlarimiz ko'p. Bilasizmi, dunyoda bor shunday bolalar. O'yinchoqni ular faqat tushida ko'rar. Bir burda non ichgani suvi yo'q bo'lsa ham, lekin shukr aytmoqdan to'xtamaydi hech ham. Alhamdulillah. Ha, to'g'ri. Meni o'yinchoqlarim juda ko'p. Alhamdulillah. Sizlarga bir sovg'am bor. Ko'rgingiz kelyaptimi? Qanaqa sovg'a? Mana. Voy, Basseyn. Bizni basseynimiz bor, alhamdulillah. Cho'milib o'ynaymiz, alhamdulillah. Barchamiz baxtiyormiz, alhamdulillah. O'zingga hamd, o'zingga shukr, mehribon Alloh. Alhamdulillah. Mazza. Xo'sh, bolajonlarim, endi xursandmisizlar? Ha, albatta. Rahmat oyijon, bizga qasr yasab berdingiz, basseyn ham olib keldingiz. Alhamdulillah. Lekinchi, bittadan muzqaymoq yeb olsak ham chakki bo'lmasdi. Aha, unda ozroq kutib turing akajon. Mana! Siz uchun maxsus muzqaymoq aka. Qoyil. Rahmat, Xona. Biram shirin ekanki. Assalomu alaykum. Men keldim. Dadajon. Qoyil. Hovlida bayram uyushtiribsizlar-da. Ajoyib. Ha, ajoyib. Faqat bitta narsa kamdek. Mana shu. Muzqaymoq. Rahmat, dada.
Arzimaydi. Endi birga ovqatlanib olamiz, xo'pmi? Juda afsusdaman. Yanami? Qarasam, bepul chipta kelibdi. Akvaparkka ekan. Yashasın! O'zingga hamdlar bo'lsin, mehribon Alloh. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Xo'sh, shuni bilarmidingiz? Doim shukr qilib yashasak, Alloh rizqimizni ham keng qilib qo'yar ekan. Shuning uchun alhamdulillah deymiz. Barcha bergan ne'matlaringga shukr, Allohim. Allohim.